yumshoq. Xohlasa bu joyini yirtib, ichidagi paxtani ko'rsa bo'ladi. Ko'rsa bo'ladi. Mana Siz obunachilaringizga necha pul qilib bersak ekan endi? kelishtirib bering. Ancha o'tib bering. O'zi 320, 350 shunaqa sotamiz. 1,5 kilo paxta solinganmi shunda? 6,5 kilo paxta solingan bunga. Anaqa rangli paxta solinganmi shunda? Yo'q, rangli emas, toza. Ko'rpachalarga qanaqa paxta solinsa, xuddi shu bunga ham xuddi shunaqa paxta solinadi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun Toshkent shahridamiz. Ayol-qiz obunachilarimiz uchun yana shunaqa chiroyli va arzon bo'lgan ko'rpalarni bir qator ma'lumotlarni olib o'tamiz. Ko'rgan bo'lsanglar, o'tgan safar ham Nurmuhammad aka bilan bularni ma'lumotlarni berib o'tgandik. Ko'pchilik so'rashdi, buni donasi 50 mingmi, 1 metr 50 mingmi deb. Bularni yana bir qator sizlarga arzonroq qilib o'tamiz. Nurmuhammad aka, salomatmisiz? Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. O'sha 1 metrlik ko'rpachalarimizni ko'rsatadigan bo'lsak, olib keldingizmi aka shundan? Olib keldik mana. Xo'sh. O'sha payti yo'q edi. 2 metrlikni videosini ko'rsatib qo'yganmiz, lekin mana 1 metrlik o'sha ko'rpacha odami mana yarmidan keladi. Odam yota olmaydi. Buni oladigan joylari qayerlarga olyapti endi 1 metrlikni? Oladigan joylari shu oshxonalarga, balkonlarga, keyin o'tovlarga, kichkina joylarga olishga, bog'chalarga olishga yaxshi bu. Bog'chalarga, o'sha karavotga tashlab qo'yishga. Satilli. Tushunarli. Ichi toza paxta. Qanaqa endi paxtasiga javob berasizmi? Paxtasiga javob berasiz. Rangli paxta solmaysiz? Yo'q, rangli. Sassiq paxta solmaysiz? Sassiq paxta solinmaydi. 1 metrga necha kilo paxta solyapsiz? 2 kilo paxta solinadi. 2 kilo, gapingizga javob berasiz. Tushunarli. Bularni ham har xil rangidan tanlab olishlari mumkin, shunaqami? Xohlasa bunaqa jigarrang, xohlasa xullas, akamiz taniganlar o'zlari ishlab chiqaruvchi, shuning uchun narxlari arzon. Uka, sizda eng kichkinasi, eng kattasi razmeri qanaqa bo'ladi o'zi ko'rpachalar? Bizning ko'rpachalarimiz razmerlari 1 metr, 2 metr, 2,5 metr, 3 metr, 4 metr. 4 metr. Shu razmerlarda chiqadi. Agarda xonadon egasini talabiga qarab ham chiqarib berasiz, shunaqami? Xonadon talabining. Faqat 1,5 metr chiqmaydi. Tushunarli. 1 metrligi, 2 metrligi bor. Hozir bu 2,5 metr, shunaqami? Bu 2,5 metrligimiz. Bu qanaqa endi mahsulot tayyorlangan? Bu 2,5 metrligimizga xo'sh 5 kilo paxta solingan. Materiali oldi villurli bo'ladi, orqasi satilli bo'ladi. Paxtalari 100% toza paxta bo'ladi. Tushunarli. Yumshoq. Xohlasa bu joyini yirtib, ichidagi paxtani ko'rsa bo'ladi. Ko'rsa bo'ladi. Mana kommentlarda o'ta ko'p negativ komment yozishibdi. Bular arzon sotgani uchun ichiga sassiq paxta soladi yoki eski paxta soladi yoki rangli paxta soladi deb. Ukamiz mana 12 soat shu do'konda bo'ladi. Joylashuvimizni ham tushuntirib o'tamiz. Ukamiz mana shu ko'rpachalarga javob beryapti. Buni narxi necha pul chiqadi uka? Buni 2,5 metrlik narxi 125 ming. 125 ming. 2 metrligi qancha chiqadi endi? 2 metrligi 100 ming chiqadi, 1 metrligi 50 ming so'm. 50 ming so'm. Tushunarli. Buni ichiga qancha paxta solinadi dedingiz? 5 kilo paxta. 5 kilo paxta. Endi boyagi 100 mingligini bitta ko'rsating. 100 mingni ko'rsating. Bularni ham xohlagan rangidan tanlab olsa bo'ladi. Xohlagan ranglarda bor, ko'k, seri. Mana 2 metr eni 80 bo'ladi. Ichiga qancha paxta solinadi shunda? 4 kilo paxta ketadi. 4 kilo paxta. Metriga 2 kilo ketadi. Tushunarli. Zo'r. Materialni ham tanlab olish mumkin. Bu qanaqa material deyiladi endi? Villurli material. Yuvsa rangi o'chib, unaqa olib ketmaydi. Unaqa cho'ziladigan, rangi chiqargan, rangi bir-biriga o'tadigan villur emas bu. Ichidagi ham toza paxta. Ichidagi ham toza paxta. Narxi necha pul? 100 ming so'm bilan. 100 ming so'm. O'zi akamiz ishlab chiqaruvchi, yana kommentlarda yozmanglar, bundan kelishtirib bering deb. Bularni ham uyi bor, bularni ham. Xo'p, davom etamiz. Bu variantlar ham 100 mingdan, shunaqami? 2 metrligi. Yo'q, bu variantimiz shu 2,5 metrlik. Bu yog'i mana satillarimiz orqa oldi bir xil. Bitta olib ko'rsatamiz endi. Videomiz ozgincha cho'zilishi mumkin, lekin hamma savollarga javob berib o'tamiz. Mana bu orqa oldi bir xil satin. Bu yog'ini ham ishlatsa bo'ladi. Buni ko'pincha ustiga chexol kiygizdirib ishlatishga yaxshi, aynalib ketmaydi. Villurlardan ko'ra shu solgan yaxshi. O'sha chexollar bormi sizda? Chexollarni zakazga qilib beramiz. Zakazga qilib berasiz. Mana shu misol uchun bitta ko'rpachani chexolini necha pulga bitadi? Bitta ko'rpachaniki satin, villur narxi bir xil 55 mingdan bo'ladi. 55 mingdan? 55 ming. Donasimi shunda? Donasi zamokli bo'ladi. Faqat chexolni o'zi, ko'rpachani o'zi 100 ming so'm, shunaqami? Shu 2 metrlik ko'rpachaga, misol uni ham razmeriga qarab narxi o'zgaradi. 1 metr olsangiz arzonroq, 2 metr olsangiz 55 ming, 3 metr olsangiz qimmatroq bo'ladi, shunaqa bo'ladi. Tushunarli. Zo'r. Xohlasangiz bunaqa variantni, xohlasangiz tagidagi variantlardan olishingiz mumkin. Endi bularni 2 metrlik ko'rpacha bo'ladimi deganlar uchun mana 2 metrlik, asosan 2 metrlik sotadi, shunaqami? Asosan 2 metrlik. Ko'proq 2 metrlikni olyapti. Ko'proq 2 metrlik olsa. Endi mehmonlarga yoki o'zimiz o'zbek xalqim bilamiz, o'ziga ishlatmaydi-da, shunaqa chiroyli ko'rpalarni o'ziga ishlatmaydi-da, mehmonlarga solishadi. Bu ham bir yaxshi odat. Bu variantdan boshlaylik, ko'k variantdan. Bu variant materiali qanaqa? 4 metrli bo'ladi. Materiali toza turetskiy material, gablen.
O'sha qaviqlari mayda qaviq, cheklari shokoladli bo'ladi. Bu shokoldan zashlasa ochib tashlanadi bular. Tushunarli. Hammasi olsangiz ochiladi. Necha metrlik hozir bu? Bu 4 metrlik bu. Ichida 8 kilo paxtasi bor. Hmm. Buni orqa oldi bir xil emas, orqasi satirli bo'ladi. Orqasi hozir ko'rsatgan ko'rpachamizni orqasiga satirli qo'yiladi. Bularning ichiga 8 kilo paxta solinadi. 8 kilo paxta. Bu ham toza paxtadan solib berasiz, toza xohlasa. paxta. Narxini necha pulga berasiz? Eng arzonni. Bularning yana hammasining narxi har xil. Bu o'zi 450 ming, siz obunachilaringizga 400 ming narx beramiz. 400 mingdan bitta donasimi shunda? Bir donasi. Bir donasi. Sizdan donaga ham olsa bo'ladi, komplektdan olsa bo'ladi, shunaqami? Komplektdan olsa bo'ladi. Donasi 400 ming. Umumiy odatda komplekt 4 ta sotasizlar, shunaqami? Ha, 4 ta sotamiz. 1 million 600 ming so'm bo'ladi, 1 shunaqami? million 600 ming so'm bo'ladi. Xo'p. Shu variantimiz 1 million 600 mingga arziydimi yo'qmi? Bu 1 million 600 kimlargadir qimmat tuyulishi mumkin, lekin boshqa do'konlardan ko'ra ancha arzon. Bu variantlarni ham bitta ko'rib o'taylik endi. Xo'sh, bu bejvera variantimiz bu 480 ming so'm. 450 ming narxi beramiz. Buni ham ichidagi xuddi shu narsa, 8 kilo paxta, orqasi satirli, cheti shokoladali, material toza Turkiya. Buni narxi farqi mana qalin yupqaligida. Bu sal qalinroq, bu yupqaroq. Bunga nisbatan. O'zi bu ham qalin ko'rpacha, qalin material. Bu undan ham qalinroq bu. Tushunarli. Eng arzon demak sizda 400 mingdan boshlanib sifatiga qarab ketaveradi, shunaqami? Ketaveradi. Tushunarli. Bularni xohlasangiz kelin tarafga jo'natsangiz ham bo'ladi, komplekt olib turib. Ko'pchilik shunani hozir ma'qul ko'rishyapti. Xohlasangiz mehmonlarga, mehmonxonaga to'shasangiz ham bo'ladi. Uka, mana bu variantchi endi. Bu ko'rpachamiz eng qimmat ko'rpachamiz. Bu 4 metrli. Bunga ham xuddi yana o'sha narsa, orqasi satirli, 8 kilo paxta toza. Buni materiali bu ko'rpachamiz narxi 4 metrligi 550 ming so'm. Bu eng qimmat ko'rpachamiz hozircha. Tushunarli. Uka, shunda 2 metrliklarni ham zakazga qilib berasizmi? Xuddi shu materialdan 2 metrlik yoki 1 metrlik yoki 2,5 metrlik. 1 metr chiqmaydi bulardan. 1 metrlik 2 bo'lmaydi. metrlik bo'ladi faqat. Eng kichkina razmeri bulardan 2 metr. 2 metr qilib berasiz. Tushunarli. Dastlabki xizmatlarimiz qanaqa bo'ladi? Dastlabki xizmatimiz hozircha viloyatlarga dastavka yo'q, lekin Toshkent shahriga Yandexdan chiqarib beramiz. Toshkent shahridagilar bemalol shularni olib ketishlari mumkin. Farqi yo'qmi? Dona olsa ham yoki ikkita olsa olish mumkin. Dastavkani Yandexdan chiqarib beramiz, farqi yo'q, lekin bir dona bo'lmaydi bu ko'rpachalardan. Juft olish kerak. Ikkita olish kerak. Ikkita olish kerak kamida. Juftda sotamiz. Zo'r. Bularni ham anaqasi bormi? G'ilofi, chexoli? Chexollari bor. Ularniki qancha chiqadi, misol uchun? Har xil, misol uchun o'ziga qarab bular ham shu materialga qarab o'zgaradi. Eng arzon mana 400 minglik ko'rpachalarning chexoli 300 ming so'm, 4 metrligi. Paxta solinmagan. Tushunarli. Keyin bu variantlarni bitta aytib o'tamiz. Ichiga nima solinganliklari haqida. Qanaqa variantimiz hozir bu? Nurmuhammad aka? Bu matras bu. Bularning ham 3 xili bor. Mana bunaqa 4,5 kiloligi bor. Bu 120 ming so'm. Eni 90 ga, bo'yi 2. Bu mana 5,5 kiloligimiz bor. Bular 150 ming so'mdan. Bularning ham razmeri shunaqa. Bularning ham 90 ga 2 razmer, bular 6,5 kiloligi, bular 180 ming so'mdan. 6,5 kilo paxta solinganmi shunda? 6,5 kilo paxta solingan bunga. Anaqa rangli paxta solinganmi shunda? Yo'q, rangli emas, toza. Ko'rpachalarga qanaqa paxta solinsa, xuddi shu bunga ham xuddi shunaqa paxta solinadi. Kimlar olyapti endi buni asosan? Buni hamma joyga olsa bo'ladi. Misol bolalaringiz tegiga olsangiz bo'ladi. Misol o'zingiz uydagi karavotlarga shuni solib qo'ysa yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Narxini necha bo'ldingiz? Xo'sh. 4,5 kiloligi 120 ming, 5,5 kiloligi 150 ming, 6,5 kiloligi 180 ming so'm. 180 ming. Aytilayotgan narxlardan uncha-muncha tushib bering aka. Biznikilarga. Endi mayli kelishtirib beramiz. Bu yoqda adyollarni, keyin yostiqlarga chexollarni, keyin yostiqlarni bitta ko'rib o'tamiz. Xo'sh, bu yostiq jild. Orqa oldi bir xil bo'ladi. Mana shu turishi bir donasi 75 ming so'mdan boshlanadi. Bu ham qaysi ko'rpachani olsangiz, xuddi o'shani ko'rpachasini qilib beramiz. Ko'rpachangizni narxi oshsa, yastig'ini ham narxi oshadi. Bu hozir bu 75 minglik nalichka, bu ham 400 minglik ko'rpachalarni Ma'murga? O'shanga padmas qilib beramiz. Endi hozir bu iminni o'ziniki emas. Buni olsa buni qilib beramiz. Tushunarli. Qo'yingki, qanaqa rangdagi, turdagi ko'rpachani olsangiz, o'shanga moslab yostiqni ham g'ilofini qilib berishar ekan. Narxi 75 ming shunaqami? 75 ming bu. Keyin mana bu adyollarchi? Bu qanchadan? Tureyskiy 2 qavatli adyolimiz bular 200 ming so'mdan bular. Mana bulari 2 kishiliklari. Razmeri necha bo'ladi shularning?
bir kishiligi 1.60 ga 2 o'm bo'ladi buniki. Aha. O'sha 2 kishiliklarimiz bor bunaqalari. Bularni xohlasa o'zi ishlatsa, xohlasa sovg'aga ham olishadi shunaqa. Sovg'aga ham olishadi. Bitta ochib ko'rsatasizmi? Ikki qavatli. Tushunarli. Narxi necha pul? Bunimiz xo'sh, siz obunachilaringizga necha pul qilib bersak ekan endi? Kelishtirib bering. Ancha o'tib bering. O'zi 320, 350 shunaqa sotamiz. 280 ming narx beramiz. Mana shu turishini Shu 280 mingdan. Sizga 280 mingdan Hayır. 2 kishiligini. Tushunarli. Bir kishiligi 200 ming so'mdan. Mana bu tepadagi yostiqlarchi? Tepadagi yostiqlar bular mana shu ko'rpachalarni padmas qilib beramiz, bular ham Moslab qo'yib berasiz. moslab qilib beramiz. 100 mingdan boshlanadi. Donasi. Donasi buni. Ichiga nima solingan buni? Ichiga sintifon solinadi. Sintifon. Shu turishchi kirmashligi solsa bo'ladi. Hurmatli obunachilar, ko'rpachalarning ichiga nima solingan, yostiqlarning ichiga nima solingan akamiz ochiqchasiga aytib o'tyapti. Misol uchun, bularning ichiga sintifon solingan variantlari ham bor ekan, lekin hozir bularning hammasi paxta solingan varianti. Bu yostig'imiz sintifon solinganligi aniq. Sotuvchi akamiz javob berishyapti. Bularni yuvib ishlatsangiz ham bo'ladi. Keyin aka, sizdan olib sotishmoqchi bo'lsa qanaqa yechim bor? Olib sotishmoqchi bo'lsa kelishtirib beramiz. Qilib berasiz, nisbatan arzonroq qilib berasiz. Arzonroq qilib beramiz. Tushunarli. Keyin tashqaridagi variantlarni ham bitta ko'raylik. Akamizni o'tgan videoda ham aytganmiz. 100 xildan ortiq ko'rpa to'shaklar turlari bor. Bular mana bundan ko'raylik. Nurmuhammad aka, qanaqa variantlar? Mana bu 2 metrlik, bu ham shu 100 minglik variant. Mana 100 minglik. 4 metrlik bu. Bu 200 ming so'mlik. Aha. Ha, bu ham 4 metrlik. Bu zarlisi bu. Narxi bir xil. Tushunarli, zo'r. Bularni guliga qarab narxlar o'zgarmaydi, shunaqami? Yo'q, guliga qarab narx o'zgarmaydi, metriga qarab, materialiga qarab o'zgaradi. Bular hozir 2 metrga 80. 2 ga 80, Narxi 100 ming so'm. narxi. Endi bu yoqdachi? Bularimiz Vaqtinchalik bo'lgan ko'rpa to'shaklar. Bu matraslarimiz ichiga 5 kilo 200 rangli akril ketgan bo'ladi. Materiali ham yaxshi. Razmeri 80 ga 2 bo'ladi. Agar buni dona olishsa 80 ming so'm, agar komplekt olishsa o'sha eski narx 130 ming narx beramiz komplekt. 130 mingdan bitta yostiq, bitta ko'rpa, bitta matras. tushunarli. 130 mingga 130. tushunarli. Keyin ko'pchilik joyda qavushlariga ham e'tibor berish kerak ekan. Mana bunaqa qavurlar ekan. Bu zavodskoy bu. Ha. Mana bu tikilgan, hech qayerga qochib ketmaydi paxtasi. Paxta bilan bir xil ishlaydi. Tushunarli. Keyin mana bunaqasi bor. Bu arzonroq varianti bu. Bu mana bunaqa qo'lda qavulgan bo'ladi. Bu hozir sotilmaydi, prosta ko'rsatish uchun. Misol uchun shunaqa agarda siz bu yerdan olmasangiz ham boshqa joydan ko'rpa to'shak olmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa qavulganlarni olmang degan maqsadda. Chunki bularni ichiga sintifon solinganligi uchun u yoq bu yoqqa paxtasi ketib qolib, yomon holatga kelib qolishi mumkin ekan. Hozir akamizni hech qaysi ko'rpachasi unaqa emas. Hammasi mana bunaqa tekis ketgan, qavulgan ekan. Bularning ichiga qancha paxta solingan? Bularning ichiga Sintifon. Yo'q, rangli akril solinadi. Aha. 5 kilo 200 solinadi. 5 kilo 200. 5 kilo. Bu ham 2 metrmi? 2 ga 80 bular. Narxi necha pul buni? Hammasi bir xil. Mana shular bir xil, hammasi? Hammasi bir xil. Mana bular ham Bu ham dona olsangiz 80 ming. donasi 80. Agarda komplekt olsangiz, bitta yastig'i bo'ladi, bitta ko'rpasi bo'ladi, 130 ming so'mga cheklanmagan miqdorda olishlaringiz mumkin. Hozirgi joylashuvimiz Toshkent shahri, bu yoq taraf Sergelidan kelishda shundoq nimaga o'tib ketadi? Abu Sahiga o'tib ketishda o'ng qo'lda keladi. Nurmuhammad akamiz telefon raqamlarini qoldiramiz, lokatsiya ham tashlab beradi. Yana ma'lumot o'rnida aytib o'tishimiz kerak, hurmatli obunachilar, sizga qanaqa ko'rpachadan kerak bo'lsa, kommentlarga yozib keting. Nurmuhammad akamiz sizga donasi yoki komplekti necha pulga tushishini ham aytib o'tadi. Hurmatli obunachilar, yana bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Bizni xuddi shu Voha Abzor kanali Telegramda ham o'z ishini boshlagan. Xuddi shu do'konni raqami va joylashuvini o'sha Telegram kanalimizdan topishlaringiz mumkin. Telegram kanalimiz opsiyasida topishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat.